Photoshop dasturini o'rganishdan oldin dastur haqida biroz ma'lumotga ega bo'lamiz. Photoshop dasturi grafik dizayn, rasmlar bilan ishlash, veb uchun rasmlar tayyorlash va boshqa grafika bo'yicha eng yuqori o'rinlarda turuvchi dastur hisoblanadi. Dasturni hozirda 41 ta muallifi e'lon qilingan bo'lib, aslida aka-uka Thomas va John Nolllar tomonidan ishlab chiqilgan. Dastur juda ham ko'p imkoniyatlarga ega. Demak, ushbu darsda dastur bilan umumiy tanishib chiqamiz. Dastur ko'rinishi taxminan mana shunday bo'ladi. Demak, yuqorida menyular joylashgan: File, Edit, Image, Layer, Select, Filter va boshqa bir qancha menyular joylashgan. Endi o'ng tomonda bir qancha boshqaruv panellari joylashgan. Bular bilan keyingi darslarda tanishib chiqamiz. Chap tomonda esa asboblar paneli joylashgan. Juda ham ko'p asboblarni o'z ichiga oladi bu panel. Yuqorida mana fayl haqida ma'lumot joylashgan. Bu demak fayl nomi, fayl turi, necha foizgacha kattalashgani, rang sistemasi kabi ma'lumotlar bor bu yerda. Endi pastda ham xuddi shunga o'xshash fayl haqida ma'lumot bor. Buni faylni necha piksel ekanligi ko'rinib turibdi. Demak, bu belgidan show ni tanlaymiz va document size necha megabaytligini ko'rsatib turibdi. Demak, Photoshop dasturi juda ham ko'p imkoniyatlarga ega bo'lib, bu imkoniyatlardan darslarimiz davomida foydalanib boramiz.